Assalomu alaykum aka ukalar. Anjonlar sog'mi tinchmisizlar? Biz mana уже Makkaga o'tdik. Xudo xolasa akalar kaptarlarda to'lovlari rosa glavniylariga yetib ancha to'lovlari ancha yetib qoldi. Hozir kechagina ko'zlariga dori qiluvdik kech payt. Video qilalmadik, foydali video bo'lardi. Foyda qilalmay eplab video qilalmay qoldik. Qorong'i bo'lib ketib qoldi. Bu kechasi 10 larda qilganimiz hisobiga video tiniq bo'lmadi. Projektorda yoqqani erindi. Xudo xolasa yaxshi dori bor edi, mana ko'zlari ori yumilib ketgan edi. Bitta dori qildik, sirasi tinchishdi. O'shanda bitta erinmay ushab ko'rdik kaptallarni. Qanati vobshe yig'lab o'ryapti. Shu yaxshi uchayotgan sezayni ham birinchi o'q qanati yarmiga yetib bormabdi hali. Xom ekan hali. O'ynab qanati bormasin deb. Endi hali nima desa bo'ladi, hali kaptar boqqan, kaptarga qiziqqan odam yaxshi biladi. Bu bitta yoqtirgan kaptarini misol uchun tuxum qo'ydirib, bolasini ochtirib uchirib olish hali qiyin, ancha mehnat talab qiladi-da. Hali kasal qilmasdan, boshqa qilmasdan rosa voyaziga yetkazish qiyin. Endi ozgina hali nima bo'lyapti, hali yozishyapti. Aka uchirganingizni ham qo'ying, boshqa bo'ldi. U chinnilarni ham kecha baylab qo'yib borganmiz. Uchirayotganingizni ham qo'ying deyapti. Hozir uchirib bersangiz to'g'risi qiynalib olyapti. Kaptarlar ham уже quvvatan endi mana Makka ishda boshladi. Bizda sovuq bo'lyapti, kech payt ancha salqin bo'lyapti. Salqin bo'lgani hisobiga u tepadaligini hisobiga ham ancha sovuq. Shuning uchun sirazu sentyabrdan o'tardik, o'sha chetdaroq o'tdik. Bu yil sovuq chetdaroq tushar shekilli. O'sha mavzuga qaytsak, o'sha bu chiqayotgan qanotlari bitta sinib qolsa ketdi. Shu bilan yana kamida 1 oy orqaga cho'ziladi. O'zi men har yili avgust boshida o'sha uchiradigan kaptarlarni tas ushab turib, nechtadan qolgan bo'lsa gilamligi, masalan 4 tadan qoladimi, 5 tadan qoladimi, hammasini yulib berardim. 1 oyda chiqardi. O'sha sentyabrda o'sha rezultat qilayotgan bo'lardi. Bu yil unaqa qilmadim. Hali o'zimning muammolarim bo'lib qolib, ishlarim ko'payib, jicha unaqa qila olmay qoldim. Har yil o'zi shunaqa qilardim. Shunaqa qilib kutib, bo'g'ilib o'tirmas edim. Shuning uchun bu yil jicha kech qoldi. Rahmat shunchalik kuzatyapsizlar, hali e'tibor qilib yozyapsizlar, boshqa bo'lyapti. Tanjonlar sog' bo'lsin. Misol uchun o'sha men ham o'zimda bor informatsiyani mana shu kimdirlar foydalansin deb aytishni men hali yetkazib berishni xohlayman men. Hali anoni bunaqa qilsa qana bo'lasa bilmayman, deya olmayman-da. O'zimning kallamda borini iloji boricha yetkazib berishga harakat qilaman. Hali bu endi kaptarvoz bilan hali kaptardan tirikchilik qiladigan odamda hali farqi bo'ladi-yu. O'zimizda ham mashhurda ham borda misol uchun. Kaptari tushib qolsa 5 kilodan olib kelib ber, falon qilib ber, piston qilib ber deb hali qanday gaplar gapiradi. Hali gapirayotgan odamning yoshini ko'rsalaring biladi, dadamdan ham katta biladi. So'kkin keladi endi. Yosh shopda ko'ngli og'rimasin deymiz, boshqa bo'ladi. Lekin mana shu yerda meni tanigan nechta odam bo'lsa biladi, juda yaxshi. Xudoga shukr. Nazarimiz to'q kaptarga. Nazarimiz ham to'q, ko'nglimiz ham to'q kaptarni. Hali kaptarga qarab qo'ygan joyimiz yo'q. Bu mendan ham qoladi, boshqalardan ham qoladi. Bu bir siqim pat uchun hurmat yetkazuvchi ahmoqlar deb o'ylayman. O'sha atrofdagilar ham hali ushashni boshlaganimizda misol uchun ashti qo'ni qo'shnilar ham so'rashadi. O'zim beraman aylanib. Akam uni uchun yaxshi ekan, menga kaptar kerak emas. Kaptarim ko'p deb beramiz. Ular ham boqib foydalanishadi misol uchun. Hali kimgadir yaxshilik qilsa maza qilish bu
buni kayfini shunaqa xarakterda insonlar o'zi tushunadi. Kaptarni shu avval bekitib bergan insonlar 100 yilda o'nalmaydi. 100 yilda o'sha go'rga kiraman biladi. Kaptarni o'ylab o'tadi. Ana uni kaptarini shu mana uni nima qildim, nima bo'ldi degan, qatta qoldi degan kaptarni o'ylab o'tadi. Go'rga kirganda ham. Ey Alloh, o'zingga shukr. Bak. Aka-ukalar shoman bo'lib qoldi. Jicha men ham tig'iz chiqdim, cha vaqtim bo'lmasdan hozir donini berib qo'yay deb. Tanjonlaring sog' bo'lsin, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Rahmat shunchalik yana bir marta e'tibor qilyapsizlar, boshqa bo'lyapti. Like bosyapsizlar, kommentariy yozyapsizlar. Biz ham o'sha mana shu YouTube kanalda o'zi asosan shu ommaga foydamiz tegsin, biz ham kattalarni ko'rishsin, bizni informatsiyalarni alishaylik, birovga bunaqa deb ilinaylik, biz o'zimizda qolib ketmasin o'sha narsalar degan maqsadda ochganmiz, xudo xolasa. Hali endi boshlanyapti, uchurlar, xudo xolasa ko'rasizlar. Qorong'ularda ham tushiramiz birgalikda, iloji boricha shprammo efir qilib ishga qo'yaman. Projektlar yoqib tomosha qilib tushiramiz, shashilmay. Xudo xolasa. Akalar, sizlardan ham ko'p gapirib boshlaringni ortmay, tanjonlaring sog' bo'lsin yana bir bor. O'zlaringni ehtiyot qilasizlar. Yaxshi kunda ko'rishaveraylik.